Qimmat darvozani hamma ham yasab beradi, lekin sifatli darvozani yasab berish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Navbatdagi obyektimizga shu trendda bo'layotgan qanaq fason darvozamizni uстановка qildik. Marhamat ko'rib chiqing, keyin obzorni qilib beramiz. Bu obyektimiz Beshariq tumanida joylashgan. Razmerlariga kelsak darvozamiz eniga 3 metr, bo'yiga 380 razmerda bo'lgan. Full variantda tayyorlab berganmiz. Narxini oxirida aytib o'taman, albatta. Har doimgidek 10 gon brus yondonlariga tayyorlar shviller, 1.8 lis, utilitni qilingan darvozamiz. Premium segmentda barcha profillarni, metallarni eng yaxshi, eng sifatlilardan foydalanganmiz bu darvozada. Tepa qismiga darvoza xonamiz berkligini hisobiga lazerli reska apparatimizda rishotka qismini qo'yganmiz, pramogasiga. Zamoylarimizni ham ko'ryapsiz, katta, uzun razmerda stimul zavod va fabrikani zamoyini qo'yganmiz. Ushbu darvozamiz narxiga kelsak, 16 million 500 ming so'mga olib kelib uстановка qilib berganmiz. Barcha xizmatlar ichiga kirib ketgan. Bu darvozamizni ko'rinishiga hamda rang ro'ylariga bitta baho berib ketasizlar. 1 dan 10 gacha ball qo'yib ketsanglar, xursand bo'lamiz. Kommentariyada izohlarda kutib qolamiz.